Assalomu alaykum. Ismim Yulduz, 2 farzandning onasiman va albatta uy bekasiman. Ushbu kanal hayotimning bir bo'lagi sifatida tahlillar, tarix va qalbni uyg'otuvchi fikrlarimni siz dugonalarim bilan bo'lishish uchun ochilgan. Bu yerda siz izlanish, tafakkurni boyituvchi g'oyalar va o'zingizni yangidan kashf etishga undovchi suhbatlarni topasiz. Agar siz ham bilim, ilhom va qalbingizga yaqin suhbatlarni istasangiz, kanalimga xush kelibsiz. Uy bekasi bo'lishni oson deb o'ylashadi. Aslida eng murakkab va eng mas'uliyatli ishlardan biri. Chunki uyda tartib bo'lmasa, shu bilan birga ayol uydagi intizom bilan ichki olamidagi intizomni balansda ushlamasa, hayot xaosga aylanadi. Intizomli uy bekasi qanday bo'lishi kerak? Intizom faqat uydagi tartibdami? Bugun sizlar bilan mana shu savollarga javob topamiz. Intizom bu vaqtni, ishni va hayotni tartibga solish san'ati. Uy bekasi uchun intizom o'z vaqtida uyg'onish, oilaning taomini tayyorlash va bolalarning tarbiyasini yo'lga qo'yish. Shu bilan bir qatorda uy bekasi muslima ayol. Albatta, uy ishlaridan avval ibodatlardagi tartib eng avvali. Ibodat vaqtni tartibga soladi. Kunimizga baraka beradi. Intizomli ayol o'zini shaxsiy rivojini unutmaydi, chunki u bilan farzandlariga o'rnak bo'lishni biladi. Intizom bu bir o'tirishda bitta kitobni tugatish emas, balki har kuni 10 betdan, balki 20 betdan bo'lsa ham mutolaa qilishni davom ettirish. Hadisi sharif bizga intizomli odatlar kichkina ko'rinsa ham hayotimizni go'zal qilishini o'rgatadi. James Clear Atom odatlar kitobida shunday deydi: har kungi atigi 1% yaxshilanish yil oxirida 37 barobar yaxshilanishga teng bo'ladi. Kichik lekin muntazam odatlar vaqt o'tishi bilan ulkan natijaga aylanadi. Ulug'larimiz o'z hayotlarida intizomni qanday shakllantirganliklariga e'tibor qaratsak, namozga e'tibor eng avvalida bo'lgan. Ular namozni ishlarni orasiga emas, balki ishlarini namozga to'g'rilab yashaganliklarini guvohi bo'lamiz. Chunki namozga e'tiborda baraka bor. Intizomni shakllantirishligingiz uchun sizga 3 maslahat. Birinchisi, ishlaringizni namoz vaqtlariga to'g'rilang. Masalan, bomdoddan keyin 20 minut kitob o'qiyman, peshingacha uy ishlarimni qilib olaman, asrdan keyin bolalarni sayrga olib chiqaman va hokazo. Ya'ni har kim o'zini sharoitidan kelib chiqib vaqtlarini reja qiladi. Ikkinchisi, reja tuzing. Hayotingizga doimiy kiritmoqchi bo'lgan bitta, ikkita, uzog'i 3 ta odatni bir hafta bajaraman deb oldingizga maqsad qilib qo'ying. Bunda bir haftalik qo'lda chizilgan jadval sizga yordam berishi mumkin. Va mana shu joyda meni o'zim qo'limda chizib olgan jadvalimni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bir haftalik jadvalni chizib olganingizdan keyin doim qilib borgan odatlaringizga bajarildi ishorasini qo'yib boring. Ko'zingiz ko'rsin bajarilganlik ishorasini. Shunda miya dopamin oladi. Bir haftadan keyin o'zingizni kichik shirinlik yoki oddiy qalam, ruchka yoki daftar bilan rag'batlantiring. Odatlarni yana bir hafta qilib davom ettiring. Shunda nafs zo'riqmaydi. Ya'ni qisqa vaqtni ko'rganda oson deydi. Birdan uzoq vaqt qo'ysangiz dangasalik qilishi mumkin. Ya'ni qisqa muddatda belgilab uzoq-uzoqqacha yetkazib borasiz. Uchinchisi, ishlarni minimallashtiring. Buni uyingizdan ortiqcha buyumlarni chiqarib tashlash bilan boshlashingiz mumkin. Uyda qancha keraksiz buyumlar bo'lsa, shuncha ishingiz ko'payadi. Intizomli bo'laman, reja tuzib harakat qilaman deganingizda doim ham ish siz kutgandek bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa yosh onalarning rejalari farzandlarining holatlariga qarab bo'ladi. Shunday vaqtlar tushkunlikka tushmang. Mendan chiqmas ekan deb yomon gumonga bormang. Unutmang, bu holatga tushadigan yolg'iz siz emassiz. Asosiysi sizni intizomli hayotda ekanligingiz va bunga harakat qilayotganligingiz. Yiqilganingizda yana oyoqqa turib davom etishingizdir. O'xshamagan kunda esa bu Allohning qadari, demak hozirgi holatimda men uchun xayr bor deb qabul qilishingizdir.
Intizom faqat uydagi tartib emas, balki tashqi va ichki olamimizni balansda ushlashlik. Zero dinimiz bizga intizomni ta'lim berishda eng boshida turadi. Intizomli hayot qalbimizga osoyishtalik keltiradigan amaldir. Va sizga savol, intizomli hayot uchun siz qaysi kichik odatdan boshlamoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.